Assalomu alaykum hurmatli Odob Nazmnavo kanalining muxlislari va aziz YouTube tomoshabinlari. Siz bilan g'oyibona uchrashib turganimdan behad xursandman. Bugungi videomizning mavzui "Men nechun sevaman Xorazmni" deb nomlanadi. Demak, bugungi videomiz Xorazm va xorazmliklarga bag'ishlanadi. Bu yurtdan ko'plab buyuk ustozlar yetishib chiqqan. O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Komiljon Otaniyozov, Ortiq Otajonov, Olmaxon Hayitova, Rahmatjon Qurbonov, O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchonga o'xshagan buyuk ustozlar yetishib chiqqan. Ularning xalqqa xizmati juda katta. Ular haqida bir she'r yozganman. Nechun sevaman men Xorazmni? Nechun sevaman men Xorazmni? Nechun sevaman ayting Xivani? Nechun sevaman Ichan qal'ani? Nechun sevaman go'zal Shovotni? Komiljonni torni suylatgan, Omon Matchoni she'rni o'ylatgan, Ortiq Otajon qo'shiqni kuylatgan, Olmaxon Rahmatjoni elni o'ynatgan. Ayting, ularni eslamay bo'larmi? Qo'shiqlarni qo'msamay bo'larmi? Xorazm elini sevmay bo'larmi? Ishqoni ayt qo'shiqsiz yashab bo'larmi? Ayniqsa men O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Hofiz Komiljon Otaniyozov haqlarida to'xtalib o'tmoqchiman. Men Komiljon ustozning 65 yillik muxlisiman. Men Komiljon Otaniyozovning qo'shiqlariga, so'ziga, ovoziga bugunga qadar qolaversa umrimning oxirigacha muxlisi bo'lib qolaman. Komiljon ustozga atab bir necha she'rlar yozganman. Bugun e'tiboringizga ulardan birini havola qilaman. Marhamat. Komiljon ustozga, O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Komiljon Otaniyozovga bag'ishlanadi. Toringiz torlariga dilim boylandi, pardalar nolasiga tilim boylandi,
Toringiz, jarangiz sehrlarda rom etdi meni, ovozingiz sehriga jonim boylandi. Qo'shiqlaringiz qanotida uchdim men uzoq, qo'shiqlaringiz avjiga tilim boylandi. Robbim uchrashishni bizga yetmadi nasib, lekin ruhingiz menga ustozga aylandi. Mana yarim asrki siz boqi dunyoda, toringiz, qo'shiqlaringiz elga xizmatga shaylandi. Jaranglar ovozingiz quloqlarimda hamon, bir qo'shig'ingiz ming qo'shiqqa aylandi. Qo'shiqlaringizga mushtoqman, toki tirikmen, ishqoniy toringiz ovozi shaydosiga aylandi. Shu bilan videomiz ham nihoyasiga yetib keldi. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' va salomat bo'linglar. Xayr.